ertalabdan qandaydir bir observatoriyani ishlayotganini topdim. Shuni o'zimcha endi qanaqa observatoriya ekan deb borib ko'raychi. Ochiq bo'lsa deb yozilgan ekan. Ochiq bo'lsa borib ko'raychi desam, yo'lda ketayotgan ayoldan hieroglifga ko'rsatib, men bu observatoriyaga kirmoqchiman desam, u joyning nomi yozilgan ekan. Hieroglifga Xitoy tilini bilmasligi oqibati mana shunaqa. Aynan nimaga kelganingizni aytolmaysiz. Lekin tushuntirsa tushunmaydi. Qarab turishadi. Bu yana qandaydir bir joy ekan. Mana qurib tashlashgan ekan. Xitoy xalqiga 5. Yaponlardan qolishmagan, yaponlardan o'lsa o'liga ortiq. O'zimizga o'xshagan jaydari xalq. Yaponlar hozirgi kunda jaydarligi qolmadi. Iloji boricha shu nima deydi? Chet elliklarga qarshi ishlash pozitsiyasida yurishibdi. Mana bular ertalabda mana gullarni tozalab, o'tlarni yulib, chiroyli qilib qo'yishyapti. Bu yurgan odamga ham приятно. Mana bunaqa mana joylar qilib qo'yishibdi. Ammo chiroyli hammasi. Besh ketdim bularga. Mana bu tepaga chiqib, yursak bo'larkan aylanadi. Az chiqib boramiz. Mana bu nariga haliga bulutga bosib qolgan dedim bu. Aslida bulutga bosib qolgan, u tutunga bosib qolgan. Turaylik. Reception. Hey. Очень почти. Mana tepalikka ham chiqib oldik. Bularning chiroyliligini qara. Chiroyli deganda binolarni chiroyli qurishibdi-da. Odam yursa ham qandaydir приятный. Markaziga qilib mana ma'mur qurgan ekan. Bu kechagi suv tomondan ko'rinib turgan hamma bashlarning ichki tomoniga kelib o'tganim. Mana gullarni qaranglar. Bu haqiqiy gullar. Hammasi gullabdi. Shanxayga 5 ketdim. Quyosh deymiz. Bu xalq quyosh ko'rmasa ham shu yerda ishini qilib, gulini tozalab, chiroyli qilib yurishibdi mana. O'rtadagi gul bog'ini qaranglar. Wow. Kechaga yonib turgan tojlik binolar narigi tomonda turibdi. Mana tojlar bino ko'rdim. Shular. Bu bitta bet emasda bunaqa qurilgan. Bular dunyoga narsa sotgani uchun har bir shahariga, har bir sentralniy mировой banklar, mировой торговый centrlar hammasini qurgan. Bu yerga kirgan kompaniya ham
minusda qolmaydi-da. Mana bitta Disney bor ekan bularning. Disney World. Chiroyli keng ekan. Mickey bor ekan. Oh. Mickey salom. Chiroyli. Juda chiroyli. Ichida yursang kayfiyating ochiladi. Ishtaha qochadi. To'g'risi ham kechasi agar bitta banan bilan ikkita pechenye yeyotgan bo'lsam, to'g'ri samolyot ovqatlantirishuvdi, lekin undan keyin uncha yemadim. Shunda ham hozir ertalab mehmonxonada zavtragimiz bor. Zavtrakka olishdan oldin aytamiz. Hamma yoqni tozalab, chiroyli qilib, chinnidek qilib tozalab qo'yishdi. Ertalab 6:30 bo'lyapti. Tozalab qo'yishdi. Единственный muammo bilan osmon hech qachon ochilmaydi. Nimaga desam, mana shu shahar qurib bo'lguncha hammang chang tepaga ko'tarilavergan. Hozir ham qurilish davom etyapti hamma joyda. Lekin endi hozir qoidalar boshqa-yu. Shunga qaramasdan bular baribir ana shu shaharni qurayotganda bu narsaga e'tibor bermasdan faqat qurilishni baralla qilib quravergan. Shuning oqibatiga hozirgi mana ko'rinishida osmon endi tutunlarni tarqaguncha yillar ketadi. Yillar deganda ham bir necha 10 yillar ketmasa. Men bilganimcha Xitoyda osmon mana shunaqa, bundan darslar ham dod deydi. Betdan chiqib kelayotgan tutun dunyoga tarqala olmaydi. Mana shu yerga yig'ilib qolgandek bir. Balkim adashayotgandirman. Balkim bu namlik oqibatiga ham bo'lishi mumkin. Lekin bunchalik namlik bo'lmaydi, chunki shaharning u chetigacha qaraganda ham oq tutunlik turaveradi bu. Narsa oldindan eshitgandim. McDonald's bor ekan yo'qda. Mashhur McDonald's. Keyin odam tomog'i chanqamas ekan. Mana shunchadan beri yuribman. Chanqash yo'q. Demak, namlik katta bu yerda ham. Faqat shu quyosh tomonga qarab turgani bilan quyosh tushishi juda kam ehtimol. Umuman olganda shahar zo'r. 15 ga 5. Tozalikka ham 5. Buni bilardim. Endi boshqa joylarda shunaqadir, bu markaziy joylarni tozalab qo'yishgan, ertalabdan hammasi kunlarni ko'r. Hozircha tozalaganligiga nisbatan misol uchun yerlarni qarasa ham kir bo'lib ketish kerak. Yo'q, mana suvlar sepishib, tozalashib, hamma yoqni o'tiradigan, dam oladigan joy qilib qo'yishibdi. Приятно-da. Boshqa shaharlarda qanaqa bo'ladi bilmadim. Birinchi kirgan, ikkinchi kirgan odamga baribir birinchi ta'sirot muhim hisoblanadi. Mana shu birinchi ta'sirotdan yana kelsam bo'ladimi, yo'qmi degan xayol to'qladi. Burada shu tomonlarga yaxshi. Bu yoqda beef noodle. Ovqatlari ham shu har xil. Bitta bor. Bu haqiqiy. Haqiqiga o'xshatib qo'ygan, lekin bu haqiqiy emas.
Mana bu haqiqiy dedim, bu demak haqiqiy emas ekan. Qaranglar, bu haqiqiy emas ekan. Nega desa, parchalanib ketish kerak edi. Ayo, hidi bor. Hidi bor. Demak haqiqiy gul bu. Ko'p narsasiga nega ishonmayman bularni, chunki men bu mehmonxonada ham narsalar beryapti. Gellari ham qanaydir bir tabiiy emas, sun'iyga o'xshaydi. Endi shampunlarda yuvganda ham odamni boshiga tekkanda ana yuvilishi qiyin. Shundan ishonish ham qiyin bularga. Namlantirib qo'ygan gul bo'lishi ham mumkin. Sun'iy. Bularda endi sun'iylik ko'proq. Qaranglar. Qanday effekt berar ekan. Wow. Odamlar ertalabdan kela boshladi. Ish vaqti boshlanyaptimi deyman. Lekin hali ish vaqtiga bor. Ahlidan kelib ishlaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Yo'llarni qaranglar qurib tashlagan. Qopqonachasiga ketavergan hamma binolar yonmachasiga. Buni tasavvur qilish qiyin bo'ladi. Xitoy uchun bu oddiy holatdir. Endi boshqa joylarda ham shunaqadir. Uncha joyga bormaganim uchun bizga dika ko'rinadi bu narsa. Prospekt ekan. Ringzhou prospekti. Bu mana shu aqlli shaharlar ko'rinishida qurilgan joylarda. Mana endi yurib ketaversa, naroqlari ham oxiri yo'q bu narsani. Lekin sharoiti yaxshi, zo'r. Haligi joydamiz.